Salom, yigitlar. Ushbu videoda men sizga RoboForex brokerida qanday savdo qilishni aytaman. Va biz siz bilan RoboForexda savdo qilamiz. Mobil telefonimiz yordamida ro'yxatdan o'tamiz. Shuning uchun albatta tavsifga o'ting. U yerdagi rasmiy saytga o'ting. Yoki shunchaki internetda ushbu saytni toping. Xo'sh, men saytga kirdim. Hisob qaydnomangizni ro'yxatdan o'tkazish uchun yashil tortburchakni tanlash kerak. Yashil tortburchakni tanlaymiz. Bizda bor. Yangi oyna ochiladi. Bu yerda biz email ismimiz, familiyamiz, amaldagi mobil telefon raqamingiz va IHVT Partners Tode bo'limini kiritamiz. Keling, hammasini bosqichma-bosqich qilamiz. Birinchidan, amaldagi emailimizni kiritamiz. Va bunday yorliq mavjud. Agar siz mening videolarimni hamkoringiz orqali topsangiz, hamkorlik kodini kiritishingiz kerak. Lekin agar siz meni internetda topsangiz va sizda hamkor bo'lmasa, mening hamkorlik kodimni kiriting. Bu sizga to'liq funksionallikni ochish va savdo uchun kamaytirilgan komissiyalarni olish imkonini beradi. Belgilash katagini tanlaymiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini tanlaymiz. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng, albatta siz kiritgan pochtangizga o'ting. U yerda sizning plagin va parolingiz bilan Sims xabar keladi. Buni albatta suratga oling, daftarga yozib qo'ying. Shunday qilib, endi siz RoboForex brokeriga kirdingiz va birinchi navbatda shaxsiyatingizni tasdiqlashingiz kerak. Shaxsni tasdiqlash uchun yuqoridagi chap tomonga o'tamiz. Profilni tanlang va bo'limni tanlaymiz. Tasdiqlash. Bizda 3 bosqichli verifikatsiya mavjud. Birinchisi email verifikatsiya. Men uni tugatdim. Agar siz o'tmagan bo'lsangiz, albatta o'ting. Siz shunchaki yuborasiz. Tasdiqlashni bosasiz, sizga yuboriladi. 3 yoki 4 xonali raqam pochtaga. Shunchaki bu qiymatni shu yerga kiriting va okni bosing. Keyin pastga tushamiz. Pasport orqali verifikatsiyangizni tasdiqlash mavjud. Menda xorijiy pasport bor. Shuning uchun men undan foydalanib keyingi verifikatsiyani o'taman. Barcha bosh qatorlarni to'ldirish kerak. Biz ismni, familiyasi, tug'ilgan sanangiz. Shuningdek, pastda siz siyosiy faolmisiz deb ko'rsatiladi. Yo'q deb yozamiz. Yo'q. Pasportingizning seriya raqami. Bu biz ko'rayotgan narsa, bu yerda. Pasportni kim bergan? Pasport berilgan sana. Sizning millatingiz. Va shuningdek, pasportingizning fotosuratini ilova qilish majburiy. Biz faylni tanlashni tanlaymiz. Va fotosuratni olamiz. Biz asosiy sahifada pasportni kengaytiramiz. Va albatta suratga olamiz. Keyin pastga tushamiz. Yana keyin yashash joyingizni tasdiqlashingiz kerak. Buning uchun taqdim etilgan hujjatlardan sizga mos keladiganini tanlaysiz. Mamlakatni tanlaymiz. Ok, men tanlayman. Menga bank hisobini bering. Sizning mamlakatingiz, shahringiz, ko'cha, manzili, uy raqami, sizning pochta indeksi. Shuningdek, siz fotosuratni yuklashingiz kerak. Shundan so'ng yuborish tugmasini tanlaymiz. Shunday qilib, biz tasdiqlashdan o'tdik. Endi biz shaxsiyatimizni tasdiqlash uchun 3 kungacha kutamiz. Odatda bu ancha tezroq 3 soatgacha sodir bo'ladi. Biz kutyapmiz. Va biz savdo hisobimizni ham ochishimiz mumkin. Shuning uchun yuqorida chapda o'tamiz va hisobni tanlaymiz. Haqiqiy hisobni tanlaymiz. Keyin hisob turini tanlang. Qaysi platformada savdo qilamiz? MetaTrader 5. Hisob tipi. Savdo leveragi. Yangi savdo hisobingiz uchun parol oylab topamiz. Shuningdek, tegishli ma'lumotlarni to'ldiramiz: shahringiz, manzilingiz,
va pochta indeksingiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Albatta, ushbu kanalda obuna bo'ling. Bu yerda ko'p foydali va qiziqarli narsalar bo'ladi. Yangi uchrashuvlargacha.